Sholini ezilganini ko'rib boryapsizlar do'stlar. Mana shunday bu yerda ham hovuzda sholi ezilgan, bir hafta yoki 3 kun hovuzda mana shunday xurmonda turish kerak do'stlar, ezilib. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Hayot Media kanali ko'ruvchi muxlislar, xush kelibsizlar Afg'onistonlik birodaringizning kanaliga. Mana bugun kunlardan ham parshanba 2025-yil birodarlar, ko'rib borayotganingizdek Afg'oniston Balx viloyati To'qay qishlog'ida dehqonchilik sholilarini tegirmondan chiqarishni boshladi. Birinchi narxlar ham do'stlar Afg'onistonda 10 ming so'm 1 kilosi, O'zbekistonning so'miga 10 ming so'mdan Afg'onistonning puliga 1 kilosi 50 afg'onidan sotilmoqda birodarlar. Inshaalloh mana shunday dehqonchiliklar bo'lsin. Afg'onistonda turkman to'y, o'zbek to'y, urf-odatlarimiz, rasm-rivojlarimiz hammasini birma-bir mana shu kanalda ko'rib borasizlar. Videomizga bitta like, kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmanglar inshaalloh. Mana shunday videolarni davomi kelishi uchun qilayotgan mehnatlarimizga yarasha bittagina like, bitta obuna bo'lishni unutmanglar. Bo'lmasam video sizlar bilan. Mana birodarlarim ko'rib borayotganingizdek dehqonchilik sholilar mashalloh palov qilinadi inshaalloh. Mana bu shollardan ham mana hozir chiqqan birinchidan bir qopini xurmoni egasi ham olib ketmoqda. Mashalloh, xurmonga baraka, Allohning barakasini bersin. Mana bu ham do'stlar xurmondan shu tegirmondan birinchi marta chiqqani do'stlar. Mana shunday bo'lib chiqadi, birinchi marta chiqqani. Qaranglar, ko'rib borayotganingizdek paxollari bor tomonchida. O nimalari bor, qaranglar. Mana birinchi marta mana shunday qilib tegirmondan chiqishi kerak bular. Undan keyinisi ikkinchi marta mana bu yerda nimasi bordir, mana toza birinchi chiqdi. Ikkinchi marta chiqqandan keyin tayyor toza birinchi bo'ladi do'stlar. Mana do'stlar ko'rib borayotganingizdek mana bu birinchi marta chiqqani bo'ladi. Shu tegirmondan birinchi marta chiqqani. Mana bu esa ikkinchi marta do'stlar. Buni qarang, farqini qaranglar. Mana shunday qilib birishni tegirmonda chiqaradi do'stlar. Bu go'rishni ham kilosi qancha desangiz Afg'onistonda 10 ming so'm do'stlar. O'zbekiston so'miga hisoblasak. Inshaalloh O'zbekistonga ham ekspert bo'layotgan bo'lsa, hammasini birma-bir ma'lumot berib o'tamiz. Faqat podishkada bo'lib qolishni unutmanglar do'stlar. Mana hozir tegirmonni ham ko'ramiz. Qanday qilib tegirmon qilib oladi inshaalloh. Hammasini birma-bir mana shunday qilib birodarlar nima qilish kerak? Mana shu tegirmon yonida to'xtash kerak, chunki 2-3 kishi mana shunday laganni ushlab qo'yish kerak mana shu yerga. Lagan qo'yilgan mana do'stlar, ko'rayotganingizdek mana ko'ryapsiz, laganni ham mana shunday qilib qo'ygan. Mana birodarlar, mana bu ham tegirmon bo'ladi. Sholini olayotgan tegirmoni. O'zini mana mayda guruchlari ham bor mana. Ulardan mayda guruchlarni ham o'zi addina qilib chiqaradi. Mana bu traktor esa tegirmonni mana shunday qilib aylantiradi do'stlar. Mana ko'rib borayotganingizdek. Birodarlar, mana bu yerda ham somoni bor. Buni birinchi marta chiqqan somoni mollarga berib bo'lmaydi ekan. Ikkinchi marta chiqqan somoni esa shu mollarga kabak o'rniga ketar ekan do'stlar. Juda zo'r ekan lekin. Mana bu yerda sholilar ham ko'rib borayotganingizdek do'stlar. Inshaalloh birodarlarim, aka-ukalarim, mana shunday videolarni davomi kelishi uchun inshaalloh podishkada bo'lib qolinglar, obuna bo'lib qolinglar. Bundan ham yaxshi videolar inshaalloh sizni kutib qolmoqda birodarlarim. Shunday mehnat qilamiz og'alarim. Dehqonchilik bir ishlar birodarlar. Mashalloh, mashalloh. Mana og'alar. Birinchi do'stlar. Bu yerdan shu talab bir marta tegirmon qilingan
biriklar do'stlar. Hozircha mana endi ikkinchi marta tegirmon qilyapti. Qarang. Mana shunday qilib tegirmonga nima bilan chelakmi o'sha nima bilan qo'yish kerak. Qarang tegirmonga mana bir mana shunday qilib qo'yiladi. Undan keyin mana bu yerda o'zi tegirmon qilib sho'rini chiqaradi. Mana ikkinchi marta tozalayapti do'stlar. Inshaalloh birodarlarim Hayot Media kanalida mana shunday dehqonchilik videolari uchun to'ylardan o'tib hammasini birma-bir ko'rib borasizlar. İnşallah do'stlar kanalimizga obuna bo'lib qolinglar. Afg'onistondan O'zbekistonga ham birinchilar eksport bo'layotgan bo'lsa, hammasini mana shu kanalda ko'rib borasizlar. Afg'onistonda birinchilar juda arzon do'stlar. 1 kilosi 10 ming so'mdan hozirgi paytda 10 ming so'mdan sotilmoqda. Undan ham arzonlab qoladi birodarlar. Hamma yerda dehqonchilik sholilar chiqib bo'lsin inshaalloh. Bundan ham arzonlab qoladi. Inshaalloh O'zbekistonga ham eksport bo'lsa, mana shu kanalda birma-bir ko'rib borasizlar. Faqat do'stlar, bizlar ko'pincha like so'raymiz. Mana shunday, qaranglar birodarlarim. Shu qilayotgan mehnatlarimizga yarasha atigi bitta tekin like. Bir like bo'lsa siz bitta kommentariy. Sizlardan boshqa hech narsa so'ramaymiz birodarlarim. Bitta tekin like, bitta ham kommentariy do'stlar. Tekin like, tekin kommentariy. Inshaalloh bundan ham yaxshi videolar sizlarni kutib qolmoqda keyin birodarlarim. Do'stlar, mana shu yerga ekilganda hammasini ham birma-bir ko'rsatib o'tdik. O'rilgan jarayonlar bo'lsin, sholini qoqayotgan jarayonlar bo'lsin, hammasini birma-bir mana shu kanalda ko'rib boryapsizlar birodarlarim. Inshaalloh to'ylardan ham ko'rsatib o'tamiz. To'ylar bo'lsin, urf-odatlar, rasm-rivojlar hammasini mana shu kanalda birma-bir ko'rib borasiz birodarlarim. Inshaalloh zerikmaysizlar birodarlarim. Hayot Media oilasi inshaalloh obuna bo'lsangiz hech qachon zerikmaysizlar. Juda ham yaxshi videolar qo'ldan kelgancha tayyorlab bormoqdamiz birodarlarim. Mana bu yerda xabar ko'rgansiz birodarlarim. Inshaalloh mana Afg'onistonda barcha dehqonchiliklarni mana shu kanalda ko'rib borasiz birodarlarim. Dehqonchilik bo'lsin, to'ylar bo'lsin, mana shunday xullas nima ekiladi, nima ekilmaydi, hammasini birma-bir yoritib ko'rsatamiz inshaalloh birodarlarim. Bug'doy bo'lsin, sipirga bo'lsin, sholi bo'lsin, xullas birinchi bo'lsin, sholi birinchi sipirga, bug'doy kunjida hammasini birma-bir ko'rsatib o'tamiz birodarlarim. Afg'onistonda dehqonchiliklarni qanday qilib ekamiz, paxtalar qanday qilib ekiladi, bug'doylar qanday qilib ekiladi. Bizlarda do'stlar ko'pincha kombayn yo'q, hamma qo'l mehnatlari birodarlarim. Aka-ukalarim, opa-singillarim, biz ham videoni shu yerda yakunlaymiz. Inshaalloh videomiz yo'qoladi degan umiddamiz. Videomizga bitta like, kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmanglar. Bundan ham yaxshi videolar inshaalloh sizlarni kutib qolmoqda. Bo'lmasam sog' bo'ling, salomat bo'ling deb qolamiz.